Videoni tarjima qilib ovozlashtirishda ko'plab qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Zero, to'g'ri tarjima qilib xalqimizga yetkazish mas'uliyatli ishdir. Mehnatimiz uchun bir dona laykingizni bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Yakuniy qism ish jarayonida. Biz boshladik. Tashakkur barchangizga katta rahmat. Endi Muftiy Shamail Nadviy va Javid Axtar o'rtasida Xudo bormi mavzusida debatlarning yakuniy raundi boshlanadi. Siz qo'l ko'taring, men bu yerdan e'lon qilaman. Bizda mikrofon bor. Tomoshabinlar uchun faqat bitta mikrofon. Bu yerda esa har ikki tomon uchun bittadan jami ikkita mikrofon bor. Yaxshi. Demak, hamkasbimiz Mariya, iltimos. Kamera sizni tushira olish uchun savolingizni qisqa bering. Sizning televideniyada tajribangiz bor, to'g'rimi? Marhamat, savolingizni bering. Nadviy sohib, men Xudoga ishonaman. Buni ochiq aytaman, men Xudoga ishonaman. Ammo janob Javid ko'targan bir nechta savollar bor va siz ularga javob berishingiz kerak. Birinchi savol shundan iboratki, yillar davomida G'azoda begunoh yosh bolalar halok bo'lyapti. Agar Xudo rahimli bo'lsa va biz Alloh hamma narsaga qodir deb ishonsak, nega bu bolalar o'lyapti? Ikkinchi savol esa siz tilga olgan imkon masalasiga bog'liq. Hatto barcha musulmon davlatlari birlashgan taqdirda ham nega ular G'azodagi bolalarni qutqara olmayapti? Agar ularning barchasi Allohning irodasi ostida bo'lsa va Alloh hamma narsaga hukmron bo'lsa, nega ularni qutqarmayapti? Iltimos shu savolimga javob bersangiz. Katta rahmat. Bu masalani ko'targaningiz yaxshi bo'ldi. Keling, buni yanada aniqroq tushuntirib beray. Siz G'azoda bolalar o'ldirilayotganini aytdingiz. Endi qarang, dunyoda ikki xil qarash bor. Xudoga ishonmaydiganlar qarashi va Xudoga ishonadiganlar qarashi. Har ikkala qarash mavjud bo'lgan jamiyatlarda ham bolalar vafot etadi. Ammo Xudoga ishonadiganlar shuni aytadiki, hayot faqat bu dunyo bilan tugamaydi. O'limdan keyin mukofot va adolat bor. Xudoga ishonmaydiganlar esa bu o'limlarni ma'nosiz, behuda deb hisoblashadi. Chunki ularning nazarida o'limdan keyin hayot yo'q. Alloh yoki Xudo tushunchasi ham yo'q. Keyingi savolingizda esa, agar Xudo rahimli bo'lsa, nega u buni to'xtatmaydi dedingiz? Men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, odamlar ko'pincha Xudoni faqat rahimli va qudratli deb tasavvur qilishadi. Aslida esa Xudoning sifatlari bundan ancha ko'p. U dono va hamma narsani biluvchi hamdir. Shuning uchun agar bu dunyoda kimdir azob chekayotgan bo'lsa va Xudo buni darhol to'xtatmayotgan bo'lsa, buning sababi insonlarga ixtiyor berilganidir. Bu xuddi shundayki, shifokor kichkina bolaga ukol qilganda bola og'riqni his qiladi. Bola o'z qarashi bilan shifokorni ham bu ishni ham yomon deb biladi. Lekin bu bolaning sog'lig'i uchun foydali. Xuddi shu kabi biz faqat G'azoda bolalar o'ldirilayotganini ko'ryapmiz, ammo ular oxiratda qanday mukofotga erishishini bilmaymiz. Butun haqiqatni faqat Alloh biladi. Shuning uchun faqat bitta tomonni qarab hamma narsaga baho berib bo'lmaydi. Biror narsa demoqchimisiz, janob Nadviy? Xo'sh, siz juda yaxshi dalil keltirdingiz. Balki buni Isroil bosh vaziriga yuborarsiz. U bunday dalildan juda xursand bo'lardi. Xo'p, sizningcha Xudo bo'lmasa, u holda bolalarning o'limini izohlab beringchi. Sizga savol berildi. Agar siz biror oliy kuch mavjudligiga ishonmasangiz, bolalarning o'limini qanday tushuntirasiz? Marhamat, izoh bering. Birodar, bu dunyoda qudratli odamlar zulm va adolatsizlik qiladi. Bu yaxshi holatmi? Axir tabiatning o'zi ham adolatsizlikka asoslangan-ku. Nega tabiat haqida gapiryapsiz? Men odamlar haqida gapiryapman. Men tabiat haqida gapirganimda siz odamlar haqida gapirgandingiz. Mayli, bu o'zaro endi janjalga aylanib ketadi. Meni gapirishimga imkon bermayapsiz. Hech bo'lmasa fikrimni izohlab beray. Gap shundaki, inson jamiyati faqat muhabbat bo'lgandagina mavjud bo'la oladi. Inson yolg'iz holda yasholmaydi. Har doim ahmoqona ish qiladiganlar bo'ladi. Tarix davomida ham shunday odamlar bo'lib kelgan. Bugun sodir bo'layotgan voqealar esa juda yomon, g'ayri insoniydir. Agar siz bu bolalar mukofot oladi deb aytsangiz yoki bu sog'liq uchun qilinadigan ukolga o'xshaydi desangiz, tushunishimizcha odamlarni parcha-parcha qilayotganlar ham xuddi ukol qilayotgandek ish qilmoqda degan ma'no bormi? Ya'ni portlovchi moddalar bilan parchalangan bolalar sinovdan o'tyapti demoqchimisiz? Bu sinovmi? Bu sinov va bu sinovda ular siz tasavvur ham qila olmaydigan darajada mukofotlar oladi. Bu sizni qarashingiz. Bolaga ukol qilinsa, u og'riq keltiradi. Ularni portlatayotgan Xudo emas, Isroil. Siz Isroilni qoralang. Keling, keyingi savolga o'tamiz. Professor Parshut Magriban, iltimos, savolingizni bering.
Muftiy sohib, menda bir savol bor. Keling, din va falsafani solishtiraylik. Mikrofoningiz ishlayaptimi? Mikrofon ishlayapti, ha. Ba'zi diniy falsafiy qarashlarga ko'ra butun olamning o'zi Brahman, ya'ni mutlaq haqiqat hisoblanadi. Ya'ni hamma narsa Brahmandir. Bu qarashga ko'ra alohida yaratuvchiga ehtiyoj yo'q, chunki yaratilgan narsa o'zining o'zi yaratuvchisidir. Ikkinchi masala esa, siz Xudo dono va hamma narsani biluvchi dedingiz. Agar Xudo dono bo'lsa va dunyoda bo'layotgan barcha yomonliklarga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, unda mening ixtiyorim qayerda qoladi? Masalan, men G'azoda bo'layotgan zulmga qarshi chiqsam, bu Xudoning irodasiga qarshi chiqish bo'lib qolmaydimi? Agar hamma narsa Xudoning donoligi bilan sodir bo'layotgan bo'lsa, unda bunga qarshi chiqish ilohiy donolikka qarshi chiqish degani emasmi? Iltimos shu savolimga javob bersangiz. Sizga beradigan navbatdagi savolim shundan iboratki, shoshmang, siz savolingizni berib bo'ldingiz. Savolingizni berib bo'ldingiz, shoshmang. O'tiring joyingizga, iltimos. Men javob berib olay. Gap shundaki, ko'p bahslardan keyin suhbat vaqt bilan cheklanishi uchun ba'zi qoidalar belgilangan. Birodar, siz kameraga chiqib tartibni buzyapsiz. Bu esa muhim ish qilayotganingizga qaramay noto'g'ri, ha, shunday bo'ldi. Endi men jahlim chiqdi. Endi bir joyga chiqib jahlimni bosib kelishim kerak. Hazillashyapman, jahlim chiqmadi. Xo'sh, professor savollar berdi, ularga javob bering. Va iltimos hamma biroz muloyim bo'lsin. Savollarni qisqa qiling. Avval siz shuni aytdingizki, go'yoki koinotning o'zi yaratuvchi va bu yaratuvchi o'zini o'zi yaratgan emish. Bu qanday qilib aqlga to'g'ri keladi? Bu xuddi men o'zimni yaratishim kerak, lekin ayni paytda hozir ham mavjudman degandek. Ya'ni men bir vaqtning o'zida ham bor, ham yo'qman degani. Axir bu bema'nilik-ku. Ikkinchidan siz aytdingizki, kechirasiz, Isroil degan davlat yo'q. Isroil degan davlat yo'q, balki bosib olingan Falastin bor. Agar bosib olingan Falastinda bolalar Isroil ixtiyori bilan o'ldirilayotgan bo'lsa va Xudo buni to'xtatmayotgan bo'lsa, bunda biror ziddiyat bormi? Bir misolni olaylik. Imtihonda bola noto'g'ri javobni belgilaydi. Imtihon oluvchi xohlasa uni to'xtatishi mumkin edi, lekin nega to'xtatmaydi? Bunda biror muammo bormi? Janob, mikrofonga gapiring, iltimos. Mikrofonni olib unga gapiring. Bizga ixtiyor sinov va javobgarlik uchun berilgan. Agar ixtiyor berilmaganda bizni Xudo robot qilib yaratdi deyishga haqli bo'lardik. Men o'z pozitsiyamni to'liq ifodalab bera olmayapman, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, G'azoda bo'layotgan voqealarga nisbatan insoniy aqlim va ixtiyorim bilan zulmga qarshi chiqaman. Sizningcha men Xudoning irodasiga qarshi chiqyapmanmi? Yo'q, unday emas aslo. G'azoda bo'layotgan qotilliklar bu insonning ixtiyorini noto'g'ri ishlatishi natijasidir. Xudo buni buyurmaydi, aksincha man qiladi. Inson qotillikni o'z ixtiyori bilan qiladi. Sizni gapingiz ma'lum. Siz bolaga ukol qilinsa, u og'riq beradi deb aytgan. Janob, agar siz shunaqa isbotsiz, shunchaki misol tariqasida aytgan gaplarimni qaytaraversangiz, bu muammoni hech kim tushunmaydi. Bu mantiqiy dalil emas. Oldimizdagi 30 daqiqa juda murakkab bo'ladi shekilli. Muftiy sohib sizning oldingizda o'tiribdi. Mikrofonni bering, ha. Tarum, mikrofonni o'zingizga tuting. Marhamat, savolingizni bering. Avvalo ikkingizni ham qutlayman. O'zingizni tanishtiring. Sizni AQShning Chikago shahridan ekanligingizni eslayman. Mening ismim Yasir Nadima. Janob, sizga cheksiz orqaga ketish haqida savolim bor. Bu faraziy misol. Siz shoirsiz, ustozingiz shoir, uni ustozi ham shoir. Uning ustozlari shoir va shu tarzda cheksiz orqaga qaytaversak, birinchi shoirga yetib bo'lmasdi. Siz ham shoir bo'la olmasdingiz, lekin siz shoirsiz va she'ringiz mavjud. Demak, bir joyda bu zanjir to'xtashi kerak. Shuning uchun savolim, siz sabablarning cheksiz orqaga ketishini mantiqiy xato deb bilasizmi yoki yo'q? Faqat ha yoki yo'q deb javob bering. Men buni mantiqiy xato deb hisoblamayman. Lekin mening fikrim shuki, men rozilik bildirsam ham shu mantiqni davom ettiraman va bunda hech qanday xato yo'q.
Siz bir joyda to'xtaysiz. So'ng qilichni qanday yasashganini, orol qanday shakllanganini, yer qanday yaratilganini so'raysiz. Lekin Xudoga kelganda siz uni kim yaratdi deb so'ramaysiz va shunchaki uni doimiy mavjud bo'lganini qabul qilasiz. Shunda savol tug'iladi. Agar Xudo doim mavjud bo'lishi mumkin bo'lsa, nega koinot ham doim mavjud bo'la olmasin? Agar shunday bo'lganda biz mavjud bo'lmasdik. Men sizga bir misol keltiray. Masalan, sizning she'ringiz hech qachon mavjud bo'lmas edi. Agar she'riyat cheksiz o'tgan vaqtga cho'zilganda. Janob, iltimos. Menimcha cheksizlik haqidagi savolingiz yetarlicha tushunarli bo'lmadi. Xo'p, yaxshi. Keyingi savollarni berishda davom etamiz. Shuningdek, moderatorni ham unutmaylik. Bu yerda Guhar Raza ham savol bermoqchi edi. Iltimos, mikrofonni Guhar Raza sohibga olib borib bering. Avvalo shuni aytmoqchimanki, G'azoda o'ldirilgan bolalarga juda achinaman. Chunki bu qotilliklar bo'lgan paytda biz shu yerda gaplashib turibmiz. Lekin meni yanada ko'proq hayratga solgan narsa shuki, muftiy sohibni bu jinoyatni oqlagani bo'ldi. Yo'q, umuman unday emas. Balki men nohaqdirman. Siz meni nohaq deb hisoblashingiz mumkin, ammo men savol bermoqchiman. Men Javed sohib gapiga qo'shilmayman. Shoshmay turing, iltimos. Gapimni tugatishga imkon bering. Agar hamma narsani auditoriya hal qiladigan bo'lsa, unda meni umuman keragim yo'q bo'lib qoladi. Men sizga shuni tushuntirmoqchimanki, bahs ikki kishi o'rtasida bo'lyapti. Bir tomonda muftiy sohib, ikkinchi tomonda Javed sohib. O'tgan 1,5 soat davomida ular o'z dalillarini bayon qilishdi. Siz ularga qo'shilishingiz ham, qo'shilmasligingiz ham mumkin. Ustozim doim shuni aytardi. Bahsda har doim kelishmovchilik uchun joy qolishi kerak. Gohar sohib, meni eshiting. Sizni juda hurmat qilishimga qaramay, Gohar sohib, ilmiy ruhda yozilgan ajoyib kitoblaringiz uchun sizni hurmat qilaman. Lekin shuni aytmoqchimanki, agar siz bu odamlar aytgan gaplarga izoh bera boshlasangiz, na vaqt saqlanadi, na bahs odobi. Janob Gohar sohib, iltimos, savolingizni tezroq bersangiz. Men Javed sohib fikriga qo'shilmayman. Xo'p, bunda savolingizni Javed Axtarga bering. Shuning uchun savolni unga bermoqchiman. Javed sohib ko'p marta mantiq haqida gapirdi. Ilm fanning mantiqi bor, dinning esa yo'q dedi. Men esa dinning ham o'z mantiqi borligiga ishonaman. Ammo bu mantiq shundaki, ular ma'lum bir nuqtada to'xtab qolishadi. Buni Javed sohib bir necha bor ta'kidlagan. Gap Xudo masalasiga kelganda shu joyda savol berishni taqiqlashadi degan. Savolim shuki, Javed sohib ilm fan mantiqi din mantiqidan farq qiladi degan fikrga qo'shilasizmi? 3 narsa bor: ilm fan, mantiq va sog'lom fikr. Yana bir narsa bor: e'tiqod. U aslida mustaqil bir asosga ega emas. Aqida. Men aqidaning mantiqiga ishonmayman. Meni sog'lom fikr orqali, mantiqiy dalillar orqali bunga ishontiring. Men qabul qilishga tayyorman. Axir hech narsani yo'qotmayman. Ammo men ko'r-ko'rona ishona olmayman. E'tiqodning muammosi uni shunchaki qabul qilish kerak, shubha qilish emas. Bu nohaq yondashuv. Siz barcha dalillarni keltirasiz va qaysidir nuqtada Xudoni mavjud deysiz. Men esa bunga taslim bo'la olmayman, shu xolos. Oldindagi janob, siz, oldindagi janob. Janob Javed, Iltimos o'zingizni tanishtiring. Men Osim Iftixorman. Marhamat, savolingizni bering. Mening savolim Javed janobga qaratilgan. Savolingizni bering. Yakuniy dalilingizga oid savolim bor. Siz dinning kelajagi yo'q dedingiz, ammo men Oxford universiteti tomonidan 2011-yilda 5 nafar olim ishtirokida o'tkazilgan tadqiqotni ko'rdim. Unda Xudoga ishonish inson tabiatiga singdirilgan, ya'ni bu insonning fitratidagi holat ekan. Shuningdek, ular kimdir kelajakda din butunlay yo'q qilib yuboriladi, yo'q bo'lib ketadi desa, bu adashish ekanini ham ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqotlar haqida nima deya olasiz? Iltimos javob bersangiz. Xo'p, men bu fikrga qo'shilmayman. Bu qaysi professorlar, ular nima ish qilishgan? Qanday ma'lumotlar bo'lishi mumkin? Ularda kelajak haqida ma'lumot bo'lishi mumkin emas. Ular faqat hozirgi holatga oid ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin.
Siz 100 yil avvalgi ma'lumotlar haqida eshitganmisiz? Men eshitmaganman. Demak, bu ularning bugungi kundagi fikri va bu normal holat. Dunyo turli qarashlarga to'la, ammo men ishonamanki, vaqt o'tishi bilan odamlar tobora aqlliroq va mantiqiyroq bo'lib boradi. Bugungi g'arbiy Yevropaga qarang, u yerda dinga ishonmaydiganlar qancha? Juda ko'p. Cherkovlar bo'shab boryapti. Oxir oqibat agar biror fikr odamning aqliga va mantiqiga to'g'ri kelmasa, u to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar odamlar uni uzoq vaqt davomida takrorlab yurmaydi. Javed sohib, sizga savolim bor. Namaste. Birodarlar, agar qarorni sizlar qabul qiladigan bo'lsangiz, unda hamma 200 kishi birdaniga qaror qabul qilsin. Iltimos, bunday qilmanglar. Tartibni saqlanglar. Hammada so'zlash huquqi bor, ammo biz faqatgina cheklangan miqdordagi savollarga javob bera olamiz. Vaqtimiz chegaralangan axir.